Til bu shunaqa kuchki, tasavvur qilasizlarmi? Sizni o'ldirishi mumkin bo'lgan zaharli ilonni inidan chiqaradigan bir metafora ishlatilyapti bu yerda. Haqiqatda agar tilni biz to'g'ri ishlatadigan bo'lsak, janoblar, olamni guliston qilamiz. Haqiqiy diplomatni sifatlaridan bittasi tilini nazorat qila olishi. Agar tilini nazorat qila olmasa, janoblar, o'zini ham umrini kuydiradi, birovlarni ham umrini kuydiradi. O'sha uchun ham eng xavfli, lekin eng kerakli vositalardan yana bittasi nima ekan bu? Bunga nima bo'lamiz? Uchinchisi tomoq, bu nafs. Tomoqdan o'tsagina qoringa tushadi. Tomoqda kontrolni biz agar qo'ymasak, bizda mana bunaqa qorin paydo bo'ladi. Boya aytgan narsa. Yana qaytib kelamiz. Hajm, jismoniy shakl va vazn. Janoblar, diplomat stroyniy bo'ladi. Boshqa sifatlariga qo'shib ularni jismoniy holatlari ham biz uchun